Mana muxlislarim, bugun so'kli qilibman. Kecha so'ksiz bodring yopuvdim. Bugun yana City'ga borib keldik. Pomidorlar Food City'da 3,5 ming, 4 ming, 5 ming, 6 mingligi bor, lekin so'k qiladiganlar 3,5, 4. Mana qopqonlar sterilizatsiya bo'ldi. Perslarni mana bunaqa shaklda to'g'rab qo'ydim. Mana bu olchabagi qaynagan suvga bir qizdirib hammasini sterilizatsiya qildim. 70%lik. Mana 70%lik suz. Bodring 3 kilo. Lekin kamroq olib qo'yibman. 5 kilo olsam bo'lardi. Mana 6 mingdan o'sha Food City'da 6 mingdan bodring. Yaxshi bodring. Bugun karomli qilamiz. So'kka. Mana 2 litr libonkali qilamiz. Bunga shakar, qora murch, tuz, shakar, qora murch. Xullas hammasini tayyorlab oldim. Endi sekin solishni boshlayman. Chesnoni navaralarim tozalash vaqti. Mana so'kimiz qaynaganiga ham 1 soat bo'ldi. Tortib ketibdi, qo'yilib ketibdi. Endi solamiz. Anaqaga. Bonkaliga solamiz endi. Qaynagan suv solib, o'rab qo'ydik. 1 soatcha turib, qaynoq hali. Yana turaversin. Sal ilsin. To'ksa qo'lingizni kuydirmaydigan darajagacha turaverish kerak. Hali qaynoq. 6 ta banka yeb qo'ydim, yo'q 7 ta bo'ldi. 6 tadan ortib qoldi. Endi bularni pasiyani o'rab qo'yaman-da. Keyin suvini to'kib so'k solamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bodring karomlarimiz 1 soat suvda turdi. Sal pastga tushibdi bular. Mayli, so'kli-ku, so'kini ichib olamiz. Endi bunga bismillahirrohmanirrohim deb tuz, shakar qo'shamiz. Bu 2 litrli bo'lgani uchun 2 litr 2 qoshiq tuz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzi bor yaxshi. Ha. Karam yedi baxam tuzi. Mana 2 qoshiq tuz. 2 qoshiq xuddi shunaqa. Qoshiqda xuddi shu razmerda 2 qoshiq shakar. Mana 2 qoshiq tuz, 2 qoshiq shakar. Mozaga ham shunaqa. 2 qoshiq tuz. 2 qoshiq shakar. Solib, so'kini sol baxam. Ha? So'kini sol. Hozir çok dikkatli. Bera qolibdi. Bularga hozir so'k solamiz. Yopib qo'yamiz. Voy, o'tirib qiladigan bo'lib qoldim ko'p ishlarni. Oyoq chidamaydi. Olib kela qol. Voy. Yarim tushdimi? Ya yardım. Azin solamiz. Mana 2 qoshiq tuz bo'ldi. Ha, qaynab turgan joydan solasan-da. Tashlab shaqillatib yubor anaqani. Haligina. So'kka. Mana bularni olib qo'yamiz-da bir chakkaga. Yana mana ochib bering. Sus.
7 ta 2 litrlik bo'ldi. Sokimiz yetib bersa bo'ldi. Xudo xolasa. Sovur bolajonim. Men qancha uksus solganimni ko'rsatay. Mana soklarni sovyapmiz. Hozir bunga endi quyuqqina bo'pti soka. Mana qilib to'g'ilg'izib bo'g'zigacha hozir suv sovaling bolam. Yotmay tur. Suv solmadim. Turkiya savolim. Mana kichkina choy qoshiqda Hadi keling, to'la. sottirayman. Yo'q, anaqa uksus 70%lik. Yopib darrov anaqa tashlayman. Bittasiga qilamiz. Ha, bittasiga qildim. Hozir ikkinchisiga solaman. Sen yopib olib chiqib ket. Bismillahirrahmanirrahim. Rosa quyuq sok bo'ldi, mashallah. Mashallah. Bu anaqa masti, Yusupovskiy masti. Quyuq. Yusupovskiyning suvi ko'p bo'ladi. Bu quyuq shunaqa. Ketchup bo'lib ketibdi, ketchup. Bir qo'lda olib, bir qo'lda ish qilish shunaqa bo'ladi. Men qoshiqda, choy qoshiqda bir qoshiq to'lg'izib uksus sovaman. 70% uksus. 3 litrlikda quruq sok qoldi. Men yopib qo'ydik. Quruq sok olsa. Mana azizlarim, ishlarimiz ham tugadi. Xudoga shukr. Biroz gullarimni ko'rsatib o'tdik. Tolgulim ochildi. Shapkalari katta, qani. Katta. Qo'limga 2 barobar keladi. Qani. Oqsal kechroq ekan. Kechroq ochilyapti. Oq kechroq qoldi. Shu bilan rolikimizni tugataman. Yangi kirganlar obuna bo'linglar. Bir og'iz shirin so'zinglarni ayamaysizlar. Yana yangi roliklarda uchrashguncha, g'oyibona ko'rishguncha hammanglar sog' bo'linglar.